Kali Linuxni o'rnatishni ko'rsataman. Birinchi bo'lib VirtualBox yozib olamiz. Qiladigan ishimiz virtualbox.org ofitsialniy saytiga o'tib VirtualBox yozib olishimiz kerak. Downloadni bosamiz, keyin Windows hostni bosamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan joyga skachatib qolamiz. Menda уже bo'lgani uchun sizlar o'zingiz skachatib qolasizlar. Keyin kali.org ga o'tamiz. Downloadni bosamiz. Kalini ofitsialniy saytidan mana kali.org downloadni bosganimizdan keyin birinchi bo'lib qiladigan narsamiz mana shu installer images ga o'tamiz. Bu yerda mana shu birinchi installer tanlaymiz. Mana 4.1 gigaligini bosamiz. Buni ham o'zimizga kerakli bo'lgan joyga skachatib qolamiz. Menda bular hammasi bo'lgani uchun mana shundoq men уже yozib bo'lganman. Shunga sizlarga yozib olsanglar. Keyin VirtualBox'ni ustanovka qilamiz. Yog'iga dali qilinadi. Уже ko'p narsa so'ramaydi. Sistemaga qarab 5-10 minut ichida ustanovka bo'ladi. Keyin bu yerda qiladigan ishimiz sozdать knopkani bosamiz. Bu yerda virtualniy mashinamizning nomini yozamiz. Men Kali deb qo'yaman. O'zingizga xohlagancha qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerdan skachat qo'ygan Kalimizni topishimiz kerak bo'ladi. Menda уже tayyor turibdi. Bu yerdan tanlab shu Kali Linux tanlashimiz kerak. ISO formati hisoblanadi. Открыть ISO formati установщика. Xo'sh, bu yerda keyin qiladigan joyimiz bunga joy berishimiz kerak. Men bunga operativniy pamyatim sal ko'proq bo'lganiga 4 gigabayt beraman. Sizlar o'zingizlarning operativkalarga qarab berganingiz yaxshi. Agar kamroq bo'ladigan bo'lsa, o'sha 2 gigabaytda qolsa ham bo'ladi. Yaxshiroq ishlash uchun rekomendatsiya qilinadigan narsa bu 4 gigabaytga chiqarish. Agar kamroq bo'ladigan bo'lsa 2 ham yetadi. Ikkinchi qiladigan narsamiz bu CPU protsessorimizning yadro potoklari hisoblanadi. Bu yerda men protsessorimga qarab 3 ta beraman. Sizlar o'zingizlarning protsessoringizga qarab bittadan, ikkita, 3 tadan qilib bersanglar bo'ladi. Уже o'zingizlarning sistemangizga bog'liq. Keyin qiladigan narsamiz disk. Diskka bu yerda masalan keyinchalik ustanovka qilib bo'lgandan keyin o'zgartira olsak bu sifralarni operativka bilan protsessor yadrlarni o'zgartira olsak, ustanovka qilib bo'lgan taqdirimizda ham keyinchalik o'zgartira olamiz. No, bu yerda diskka o'zgartirib bo'lmaydi. Shunga defaultni bu yerda 25 giga turadi. Men bunga 40 beraman. O'zingizlarning diskingizga qarab ozgincha qo'shib bersanglar bo'ladi. Keyinchalik masalan nimadir skachat qiladigan bo'lsanglar Linux ichiga men 40 beraman. Shuning uchun shu bilan keyin bo'ldi. Gatovani bosamiz. Уже mana bizga virtualniy mashina yaratdi. Keyin qiladigan narsamiz shuni tanlab turib запустить qilamiz. Xo'sh, mana Kali Linuximiz ham ustanovka ishga tushdi. Birinchi qiladigan narsamiz tanlaydiganimiz mana shu grafik install tanlaymiz. Захватить. Okey. Xo'sh, bu yerda bizga til tanlash aytadi. Men angliskini tanlayman. Angliskini maslahat beraman. Chunki sistemamizda ham hammasi angliskida bo'ladi. Shuning uchun angliski kerak bo'ladi. Angliskini tanlash, o'zingizlarga xohlagan tilni tanlasanglar bo'ladi. Keyinchalik foydalanishga ham kod parol kiritishga, nomini kiritishga ham baribir angliskidan foydalangan yaxshiroq. Xo'sh, continue qilamiz. Bu yerda shahar tanlaymiz. Xohlasanglar United States
tanlasanglar bo'ladi. Men othersga o'taman. Asia и bu yoqdan o'zimizning davlatda O'zbekiston tanlaymiz. Xo'sh, bu yoqdan bu yoqdan next tanlaymiz. Continue. Bu yoqdan klaviaturamizni tilini tanlaymiz. Men angliskiy, amerikanskiy angliskiy tanlayman. Continue. И angliskiy maslahat beraman. Sal ozgina kutib turamiz. Hozir kerakli shaharlarni yozib olishini kutamiz. Bo'ldi. И bu yoqda hostname so'raydi. Bu yoqda default name o'zi Kali deb beradi. Xohlasanglar boshqa narsa qo'ysanglar ham bo'ladi. Masalan, QWERTY yo'lmasa boshqa narsa. Men prosta Kali deb qoldiraman. Continue. Bu yoqga hech nima yozmaymiz. Continue. Xo'sh, bu yoqga to'liq ism, user ismini so'rayapti. Prosta Kali deb qo'yib qo'yaveraman. Continue. И username accountda username so'rayapti. Bu yoqga ham xuddi shunaqa Kali deb qo'yib qo'yaveraman. Continue. И bu yoqga kerakli bo'ladigan narsamiz bu parol kiritish kerak. Parolni esda qoladigandan kiritganingiz yaxshiroq, chunki buni keyinchalik почти har safar ishlatasizlar. И bu yoqda parol kiritamiz. Continue. Parol takrorlaymiz. И continue. Shu ozgincha kutib turamiz. Xo'sh, bu yoqda mana shu birinchisini tanlaymiz. Bizga boshqasi kerak emas. Birinchisi turaveradi. Continue. Bu yoqda ham continue. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. И yana continue bosamiz. Bu yoqda yes beraveramiz. И ozgincha kutib turamiz полный установка bo'lishini. Xo'sh, bu yoqda bizdan so'rayotgan narsa interfays so'rayapti. Bizga paka обычный XFC bo'laveradi, defaultnisi. No, agar sistemada prям zo'r bo'ladigan bo'lsa, GNOME qo'yib olsanglar bo'ladi. И KDE bu sal Windowsga o'xshagan, no, bular sal operativni xotirani ko'proq yeydi XFC dan ko'ra. Shuning uchun men oddiy XFC ni qo'yaveraman. Keyinchalik agar sistemalar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, GNOME или KDE Plasmani skachat qilib olsanglar bo'ladi. Paka XFC yetadi. Shunga continue qilamiz. И interfaysni hozir полный установка qiladi. Xo'sh, bizda bu yoqda group boot so'rayapti. Driveri. Yes deymiz, continue. И bu yoqda mana shu dev STAni tanlaymiz. И continue ni yana bosamiz. Xo'sh, bizda уже bo'ldi, полный yozilib bo'ldi. Bizda continue bosish so'rayapti. Sistema bitta o'chib yonadi. Перезагрузкасы bo'ladi. Continue bosamiz. Oxirigacha yozilib oladi. Hozir перезагрузка bo'lib, Kali Linuximiz yonishi kerak. Xo'sh,
Bu yoqda enter ko'rayotganingizdek Kali Linuximiz ishga tushyapti. Bu yoqda boya tergan username'imizni yozamiz. Men Kali deb qo'ygandim. Boya tergan parolimizni yozamiz. Parol bizga keyinchalik ham постоянно kerak bo'ladi. Xo'sh. Loginni bosamiz. Ko'rayotganingizdek Kali Linuximiz уже ishlayapti. Hamma narsasi bor. Bu yoqda faylari, papkalari, hamma narsasi bor. Keyinchalik qiladigan narsalar bu sudo apt update qo'rsanglar bo'ladi. Bu keyingi darslarda уже komandalarni ko'rib qanday qilishni bilib olasizlar. Bo'ldi, shunaqa qilib Kali Linuximiz ishga tushirdik. Masalan, Kali Linuxdan chiqib ketsa ham запустить qilsak, keyinchalik kirayotganda VirtualBox ochamiz, Kali Linux tanlaymiz, запустить bosamiz. Bo'ldi. Уже Kali Linuximizga shundoq kiradi keyinchalik. Har safar kirayotganda bizdan login bilan parolni so'raydi. Bo'ldi, ko'rayotganingizdek sistema polniy yozildi. Polniy ishlayapti.